Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Hukumatning tegishli qarori bilan mamlakatimizdagi suv obyektlarining davlat tilidagi ro'yxati tasdiqlandi. Mazkur ro'yxatda respublikamizdagi 130 ta daryolar va soylar, ko'llar va buloqlar, sharsharalar va suv omborlarining davlat tilidagi nomlari keltirilgan. Jumladan, mazkur ro'yxatda viloyatimizdagi suv havzalaridan 12 tasini ko'rish mumkin. Dastlabki lavhamiz ayni mavzuda bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining suv xo'jaligi sohasidagi ayrim geografik obyektlarning nomlarini davlat tili qoida va me'yorlariga muvofiqlashtirish hamda yangi nom berish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Shunga asosan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi va geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonunlarga muvofiq hamda geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo'yicha Respublika komissiyasining xulosasiga ko'ra, mamlakatimizdagi ayrim daryolar, soylar, ko'llar, buloqlar, sharsharalar, suv omborlari va sel suv omborlarining nomlarini davlat tili qoida va me'yorlariga muvofiqlashtirildi. Biz birinchi bosqichda tog'larga, ya'ni tog'larning qismlari bo'lgan dovonlarning nomlanishi, ularning yonbag'ridagi daralar nomlanishiga e'tibor berib u ishni yakunladik. Birinchi bosqichda. Endi ikkinchi bosqichda gidrotexnik inshootlar, ya'ni suv havzalariga e'tibor beryapmiz. Oldingi nomlarni olgan holda gidrotoponimlar deyiladi, ya'ni suv nomlariga mos ekanliklarini ko'rib chiqib, yana qaytadan nomladik. Qolaversa, ularni xaritalarga nomlangan vaqtda to'g'ri talaffuz qilib, to'g'ri nomlanishiga e'tibor beryapmiz. Ya'ni ba'zi bir nomlar, masalan, mustaqillikka qadar ko'p nomlar nomlanishda xatolik ketib qolgan. Olaylik, masalan, G'o'ralash soyini Guralash soy deb nomlanganligi, endi yoki Oqbuloq kollektorini Akbuloq deb nomlanib ketganligini biz hozir qaytadan kartalarda ham masalan shularni to'g'ri nomlashga alohida urg'u beryapmiz. Ro'yxatda keltirilgan suv obyektlari asosan kiril alfavitidan lotin yozuvidagi o'zbek tiliga, katta qismi ruscha shakldan o'zbekchaga o'tkazilmoqda. Masalan, yirik suv havza Aydar ko'l deb emas, endilikda Aydar ko'l deb yuritiladigan bo'ldi. Baxmal tumanidagi suv ombori shu vaqtgacha Oq buloq ko'rinishida bo'linib yozilgan bo'lsa, endilikda bu nom qo'shib yozilgan holda Oq buloq deyiladigan bo'ldi. Shuningdek, ba'zi suv obyektlari nomida ham o'zgarishlar bor. Masalan, Turkiston tog' tizmasining shimoliy etaklaridan boshlanadigan Zomin suv endilikda Zominsoy deb yuritiladi. Mazkur suv havzalarining asosiy qismi Zomin milliy tabiat bog'i hududida shakllanadi va oqib o'tadi. Zominsoy suv havzasi bu o'ziga xos ham tabiiy ham tarixiy xususiyatlarga ega. Endi bu suv havzasini boshlanishini biz Turkiston tog' tizmasini qator cho'qqilardan boshladi deb ayta olamiz. Masalan, Uchochoq cho'qqisi, Takali cho'qqi yoki Qumbel dovonlari, Shavkartog' cho'qqilari mana shu cho'qqilardan boshlanadi. Chunki bu yerlarda doimiy qor, muzliklar bo'lgan va mana shu qor, muzliklarning erishidan hamda u yerda hosil bo'lgan buloqlarning erishidan mana shu suv havzasi yuzaga kelgan. Bu Zominsoy suv havzasi oqib mana bu yerdagi Zomin suv omboriga borib quyiladi va mana shu yerdagi juda katta yirik suv havzasi Zomin suv ombori hosil bo'ladi. Endi bu Zomin suv ombori asosan aholiga ichimlik suvini bilan ta'minlash maqsadida bunyod etilgan desak ham bo'ladi. Asosan mana shu Zomin shahrini unga tutash bo'lgan hududlarni ichimlik suv bilan ta'minlaydi. Aytish kerak, mazkur soy tog'ning yuqori qismidagi irmoqlardan shakllanadigan Yettikechi, Usmonli soy va O'rikli soylarning Duoba qishlog'ida tutashidan yuzaga keladi. Hududdagi yashil tabiat, hayvonot va nabodot olamining yashash tarzi mana shu obi hayot bilan tirik. Ilgarigi nomi buni Zomin suv deb atashgan. Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan hozirgi paytda bu Zominsoy suv havzasi deb nomlangan. Mana shu bizning hududimizda bo'lgan soy irmoqlari, buloqlar hammasi Zomin milliy tabiat bog'i ma'muriyati va xodimlar tomonidan to'liq muhofaza ostiga olingan. Kirib chiqayotgan sayyohlarga ham albatta biz bu suv havzasini muhofaza qilish to'g'risida, uni demak asrash to'g'risida, ifloslantirmaslik to'g'risida tushuntirishlar olib boriladi. Suv havzalari ona tabiatning muhim manbai. Yashil olamdagi har bir tirik jon suv bilan hayotdir. Ekologiya boshqarmasi xodimlari atrof muhitni muhofaza qilishda, jumladan suv havzalarining muhofazasi ustidan muntazam nazorat ishlarini olib borishadi.